Endi keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzuyimiz xodimlar motivatsiyasi, ya'ni biznesni yashirin aktiv hisoblanadi. Uni balansda siz ko'rmaysiz, lekin u yo'qolganda moliyaviy ta'siri albatta sezishni boshlaysiz. Shuning uchun ham biza nima qilishimiz kerak? Biza kompaniyada xodimlarni motivatsiyasini harakat qilishimiz kerak, doimo yuqori ushlab turishga. Endi xodimlarning motivatsiyasiga nima omillar ta'sir qiladi? Ba'zilarini sizlar bilan demak hozir ko'rib o'tamiz. Endi xodimlar misol uchun sadoqatini oshirish va kompaniyada uzoq vaqt ushlab, ya'ni qolishi uchun nimalar qilishimiz kerak degan narsa. Men sizlarga hozir hisoblarni ko'rsatdim. Bu nimadan keyin, hozir mavzuyimizdan keyin men sizga aynan chek-listlarni ham bir ko'rsatib o'taman. O'zi mavzuyimizda yo'q edi. Bir nimani ko'rsatishni tavsiya berishdi. Chek-listni men sizga hozir oxirida ko'rsatib o'taman, Xudo xolasa. Demak, xodimlar bir joyda uzoq va sadoqat bilan ishlashlari, ya'ni xodimlaringizni ketib qolmasligini ta'minlaydigan omil nima? Birinchisi, xodimlaringiz eshitilayotganini his qilishlari kerak. Eshitilayotgani degani, ya'ni ularni gaplari, takliflari inobatga olinayotganini bilishlari kerak. Siz o'zingiz faraz qiling, xodim bo'lib balki siz hozir ishlarsiz. Siz hozir biznes egasisiz yoki rahbarsiz, qachondir xodim bo'lib ishlagansiz. Esla olasizmi bir kunni sizni taklifingizni misol uchun rahbarga aytgansiz yoki misol uchun bo'lim rahbariga, kimgadir katta xo'jayinga aytgansiz, aytishganki, "Zo'r taklif berdingiz" deyishgan va o'sha taklifni olib tatbiq qilishgan. Bu sizni motivatsiyangizni, ishtiyoqingizni, ishga bo'lgan muhabbatingizni oshirganmi, yo'qmi? Albatta ha. Ya'ni xuddi shu narsa bizani xodimlarimiz bilan ham bo'ladi. Xodimni bitta joyda uzoq muddat sadoqat bilan ishlashini ta'minlaydigan birinchi omillardan biri xodimni takliflarini inobatga olish. Ya'ni xodim gapirayotgan gaplari uni misol uchun haqiqatda qadrli ekanini, mana bu yerda ikkinchisi aytilgan ish joyida qadrli ekanini his qilishlarini siz ta'minlab berishingiz kerak. Agar siz xodimlaringizni eshitmasangiz, xodimlaringizni misol uchun takliflarni inobatga olmasangiz, ma'lum bir muddatdan keyin xodimlaringizni o'sishi ham to'xtab qoladi. Bizani keyingi mavzularimizda bor, ya'ni xodimlarni taklif berish tizimini joriy qilish. Bu narsa nimaga kerak ekan desangiz, xodimlaringizni sadoqat bilan motivatsiyasi baland holatda ishlashini ham ta'minlashga bu narsa kerak ekan va xodimlaringizni qadrli ekanligini his qilish degani, siz goh-gohda, ba'zida nima qilishingiz kerak? Ularni qilayotgan ishlarini, yutuqlarini e'tirof etib qo'yishingiz kerak. Ya'ni qilayotgan ishingiz juda ham yaxshi. Yaxshi ham sizdagi xodimlarimiz bor. Va hokazo, ya'ni bularni qadrli inson ekanliklarini, bu kompaniyada qadrli xodim ekanliklarini bildirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyin aniq vazifalar bo'lishi kerak. Xodimlarni nima, misol uchun ma'lum bir muddatdan keyin zerikishiga, ketib qolishiga sabab bo'ladi? Ularga aniq ko'rsatmalar, vazifalar berilmasligi. Bu narsani даже ko'p gapirishadi. Xodimga deydi, ijobiy bo'lmasa ham salbiy feedback berib turish, umuman feedback bermasdan tashlab qo'yishdan ko'ra yaxshiroq deydi. Shuning uchun xodimlarni bu motivatsiyasiga ta'sir qiladigan narsa ularga aniq vazifa berish va davomiy ular bilan suhbatda bo'lib turish, ya'ni feedback olish. Keyin ular qilayotgan kundalik ishlari o'zlaridan ko'ra kattaroq va ko'proq odamlarga manfaat keltirayotganini his qilishlar. Kecha bu narsani aytib o'tdik. Kompaniyada oliy maqsadda ishlab chiqib, har bitta xodimga o'sha narsani tushuntirishingiz kerak. Ya'ni xodimlaringiz bilish kerak, farroshdan tortib, katta rahbargacha qilayotgan ishi qanday qilib o'sha oliy maqsadga hissa qo'shayotganini xodimlar bilish kerak. Ya'ni mani qilayotgan ishim faqatgina pul olib kundalik hayotimni o'tkazishimga emas, qilayotgan ishim orqali men jamiyatga, umuman insonlarga foydam tegayotganini men nima qilishim kerak? His qilishim kerak. O'sha narsa xodimlarni bu kompaniyada sadoqat bilan uzoq muddat ishlashini ham ta'minlaydi. Kelajagini ko'ra olishi, buni ko'pincha grading tizimi deymiz. Ya'ni xodimingiz kompaniyaga kelgandan keyin birinchi kundan bilish kerak, ya'ni 1 yil, 2 yil, 3 yilda nimalarga erishadi. 5 yilda men sizni kompaniyangizda kim bo'laman? Sizni xodimingiz bo'lsam agar 5 yildan keyin men o'zimni qayerda ko'ra olaman? Siz menga o'sha narsani yo'l xaritasini chizib berishingiz kerak. Qanaqa qilib men o'sha narsaga erishaman? Qanaqa qobiliyatlarimni rivojlantirishim kerak? O'zim ustimda qanaqa ishlashim kerak? Qanaqa natijalar qilib berishim kerak men sizga? 5 yildan keyin men o'sha darajaga chiqish uchun o'sha narsani, ya'ni grading tizimini ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyin insonlarni shaxsiy va professional rivojlanish imkonini berishingiz kerak. Bir xodim kompaniyada uzoq muddat ishlashi uchun o'sha yerda u o'zini shaxs sifatida rivojlanayotganini, o'sayotganini bilish kerak. Faqatgina mansabda, faqatgina oylik imtiyozda emas, shaxs sifatida o'sayotganini ham u bilish kerak, mutaxassis sifatida ham o'sayotganini u his qilish kerak. Siz o'sha narsani demak ta'minlab berishingiz. Bu yerda albatta mentorlik dasturlari bo'lishi mumkin, ustoz-shogird an'anasi bo'lishi mumkin. Siz rahbar sifatida
xodimlaringiz bilan yaqindan aloqa qilib, ularga tavsiya berib, ularni o'stirishga yordam berishingiz mumkin. Buni mentorlik dasturlari deydi. Ya'ni har xil yo'llar bilan, ya'ni xodimlaringizni o'qitishga, rivojlantirishga hissa qo'shishingiz xodimlaringizni uzoq muddat qolishiga yordam beradi. Keyin xodimlaringizni yutuqlarini tan olish va e'tirof etish. Kichkina yutuq bo'lsa ham xodimlaringizni e'tirof etib turishingiz. Ayniqsa bu mayli sizlarda qolgan xodimlarning oldida bu narsani e'tirof etishingiz bu xodimingizni yanada kompaniyaga bo'lgan sadoqatini oshiradi. Yaponiyada shunaqa bir qoida bor. Agar deydi bir xodimga misol uchun dakki berib urishib qo'ymoqchi bo'lsang, xonangga chaqirib yakkama-yakka holatda urishgin deydi. Lekin sen uni yutuqlarini e'tirof etib maqtamoqchi bo'lsang, omma oldida maqtagin deydi. Bu xodimingizni yanada o'sha ishtiyoqini oshirishga yordam beradi. Bu yerda munosabatingiz va xodimlarga ko'rsatgan ishonchingiz. Men esimda bor, Amerikada ishlayotganimda, unda student edim. Men o'sha kampusda oldingi yil borganda o'sha ishlagan joyimga ham kirib rosa esladim o'sha paytlarni. Kampusda bizda katta kafeteriya bo'lardi. Men o'zim studentman. Men bo'sh vaqtimda o'sha kafeteriyaga kirib ishlardim. Kirib ishlashni boshlagandan keyin, misol uchun 1 oy o'tgandan keyin menga aytishdiki, sizni deyishdi, biza kassaga qo'yamiz deyishdi. Обычно kassaga o'zi ancha yil ishlagan, o'sha ishonchga kirgan odamlarni qo'yishar ekan. Lekin ozgina muddatdan keyin meni kassaga qo'yganda, men shunaqa narsa his-tuyg'umanda bo'ldiki, bu odamlar menga, men o'zim misol uchun международный student bo'lsam, chetdan kelgan bo'lsam, yoshim kichkina bo'lsa, yangi bo'lsam, baribir lekin menga ishonib, bular meni kassaga qo'yib qo'yishdi dedim. Va kassaga qo'yishgandan keyin men chin dildan harakat qildim bularning ishonchini oqlashga. Ba'zi holatlarda xodimlaringizga o'sha beradigan, ko'rsatadigan ishonchingiz, beradigan mas'uliyatingiz ularni yanada sadoqat bilan ishlashga va sizni ishonchingizni oqlashga harakat qiladi. Bu ham o'sha motivatsiyasiga ijobiy ta'sir qiladi. Keyin yana bitta omil bor, xodimlarni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb qilish. Bu ham juda xodimlaringizni, misol uchun kompaniyaga bo'lgan munosabatini o'zgartiradigan, yaxshi tarafga o'zgartiradigan narsa. Qaror qabul qilmoqchisiz, xodimlaringizni chaqirasiz. Endi xodimlarim ko'p bo'lsa, men hammani chaqirmayman, lekin misol uchun bo'lim rahbarlarini chaqirishim mumkin, ключевой xodimlarni chaqirishim mumkin va ularga aytaman, "Biza deyman, men mana shunaqa qaror qabul qilmoqchiman. Nima deb o'ylaysizlar?" deyman. Ularning fikrini inobatga olaman. Men o'zi ko'pincha mana darsda ham aytaman, qachon biror bir yangi g'oya, yangilik, transformatsiya kompaniyada samarali ishlab ketadi. Qachonki o'sha g'oya xodimlardan chiqsa. Agar siz rahbar bo'lib turib xodimlaringizga aytsangizki, "Bo'ldi, ertadan mana shuni qilamiz. Hamma shuni qilsin, davay" desangiz, ba'zi holatlarda ishlamasligi mumkin. Xodimlar unga qarshilik qiladi. Aytayotgan narsangiz to'g'ri bo'lsa ham. Nimaga desangiz, bu inson tabiatida bor narsa. Biza o'zgarishlarga nima qilamiz? Moyil emasmiz. Endi bu o'zgarish xodimning o'zidan chiqsa, yaxshi rahbar shuning uchun nima qilish kerak? Xodimlar bilan maslahatlashib, qilmoqchi bo'lgan, ya'ni o'zgarishini xodimlarning og'zidan eshitish kerak. Ya'ni bu narsaga erishish uchun nima deb o'ylaysiz, nima qilsak bo'ladi deysiz. Xodimlar taklif berishni boshladi. Siz xodimlarni yo'naltirdingiz va qilmoqchi bo'lgan ishingizni xodimlarning og'zidan eshitdingiz. Aytasizki, "Juda ham yaxshi taklif, kelinglar, shuni qilamiz" deysiz. Xodimlarning o'zi bergan taklifini ishlab ketish ehtimoli juda yuqori hisoblanadi. Ya'ni bu tajribalarda ko'p sinalgan. Keyin kompaniyani qayerga qarab ketayotganligi, ya'ni xodimlarga strategiyani tushuntirib turishingiz. Biza bu yil mana bu narsalarga erishmoqchimiz. Biza oldimizga mana maqsadlarni qo'yganmiz. Biza misol uchun bu yil filiallarimiz sonini 10 taga chiqaramiz. Bu yil savdoyimiz mana bunchaga chiqarmoqchimiz va hokazo. Ya'ni nima oldingizga qo'ygan rejalar bo'lsa, xodimlarga ham shu narsani bildirib turishingiz. Ya'ni ba'zida xodim bilmaydi kompaniya qayerga qarab ketyapti, nima qilmoqchi. Kundalik hayot bilan yashaydi. Xodim keladi, ishini qiladi, ketadi. Kompaniya qayerga qarab ketyapti, nimaga erishmoqchi, nima qilmoqchi, xodim "Men bilmayman" deydi. Ba'zi holatlarda bilishni ham xohlamayman deydi. Nima uchun? Chunki xodim hech qanaqa jarayonga jalb qilinmaganligi uchun.